Hop, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha APG Rip Sniper do'stlar. Bugungi videoda biz katta donatorlardan biri bo'lgan Katta A ni akkauntini nazor qilib chiqamiz. Video boshlanishidan oldin like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan qiziqarliroq videolar ko'p chiqaman. Hop, demak boshladik. Katta A. Fransiyalik jo'ra bu Qatarlik, Arabistonlik. Kolleksiyasi ham leveli ham 100 bu. Xo'sh, 7 yil bo'lgan ekan o'ynashga. Reyting qaraydi. Bronza 3 ta. Bronza 3. Katta A deb yozsanglar bo'ldi. Biz kolleksiyasini nazor qilamiz. Hop, 15 ta X suiti, 65 ta ultimate, 242 ta kuchaytiriladigan rujasi bor ekan va super kari 110 ta ekan. Hammasi bo'lib 129 ultimate, 1607 ta mythic, 4853 ta legendarka, 2505 ta epic bor ekan. Hop, g'azni kiramiz. Birinchi kiyimlardan. Mana hamma pashti, hamma ultimate, X-suitlar hammasi bor. Endi Godzilla bor ekan. Godzillaning ikkitasi bor ekan. Qorasi ham bor ekan mana. Godzilla hop yana. Bu qanday kiyim? Ha. Bu bir tanasini bir balo kiyganda. Bu kiyim ham qo'shildi. Anime bir balolar. Shu sezon bu ham oldi mythic. Bu zo'r mas'ul lekin bilmadim, zo'r bo'lsa kerak. Agar bo'lsa eski oltmishlardan biri. 13-sezonligi ham bor ekan mana. 14-sezon, 12-sezon, 10-sezonligi ham bor ekan. Eng yoqadigani menga mana shu. Mix Forge'da bor bu kiyim. Qimirlashi zo'r, yomon qaraydi. Qaranglar pastini. Mana bu Godzilla ham bor ekan. Qaranglar. Godzilla. Yubiley bor ekan, yubiley mythic. Yubiley kiyim. 5-sezon. Mashi ham rosa zo'r kiyim. Yo'lni qaranglar. Xo'sh. Mana nimalar bor? Legendarkalar, kelimi. To'xtanglarchi, basketbol setlari. Basketbol bor ekan. Ko'ki bor ekan. Vau. Cho'tki ham bor. Bitta ko'kimi? Boshqalar yo'qmi? Yo'q ekan. Bitta shu ko'k o'zi bor ekan. Kostyum ham bor ekan. Vay, yo'qotib qo'ydim. Menda ham bu bo'ladi, normal emas. Boyagidan sal boshqacharog'i bu. Yana mana shu qaysi S14
Mana qaranglar. Kameradan mana bir o'sha. Basketbol hammasi bor ekan. To'rttasi bor ekan. Do'st ari ko'rsatmadi. Bir fuki, qizili ham bor ekan. Mana buni qaranglar. Qizili, qorasi ham bor, oqi. Endi bu oq endi qora tagi. Oqi yana qaysi sariq bor. Menga yoqadigani mana bu. Shletniy bilan zo'r turadi. Yo'q, emas, kaskaladan eng Inferno bor. Inferno o'zi bor ekan. Kaskaladan 427 ta mifik bor ekan. Chiroyli kaskala muhim emas. Bosh kiyim o'zi 21 ta ultimate. Gap yo'q lekin bor-ku. Bosh kiyimlardan men bog'cham bor ekan. Bu ham bor ekan. Bu ham zo'r turadi lekin. Buni qaytaman. Arvoh bashara. Menimcha bo'ldi. Shu ochkolardan ultimate bor ekan. 3 ta ultimate, 3 ta mifik bor ekan. Ochko qizil emas, maska. Masham oldi bu. Endi oxirgi bu ham. Maskalardan 5 ta ultimate, 32 ta mifik maska bor ekan. Tarjinam kam bor ekan. Menga eng yoqadigan ikkinchi sezonda shunaqa utar turadi. Bor ekan. Qaranglar. Zo'r turadi. Men bu ham bilmadim, normalniy bu ham ikkinchi sezon. Maskadan shu endi ust kiyimlarga va nihoyat hammaga yarashib Bebga o'xshash kiyim bor ekan. TDMT albatta bor, albatta bu bo'lmasa ham bo'lmaydi. Biz ham bor ekan. Beb bormi? Beb. Qizil brigadka nimami? Shunaqa deyilarmidi? Yo'q, qizil brigadka bo'lmas menimcha. Xo'sh. Beb yo'qmi? Hammasi bor ekan, qaranglar. 3 tasi ham bor ekan. Nomi esimga kelmayapti, lekin bor ekan. Beb bormi? Beb yo'qmi, Beb? Yo'q, men ko'rmadim. Nima bor ekan? Ananasmi, limonmi? Kepsi. Nahotki Beb yo'q. Yo'q, men ko'zim ko'rmayaptimi? Beb. Voy, rostdan yo'qmi Beb? Yo'q, men ko'rmay. Brigadka bor. Brigadkani ko'ki bor ekan. Lekin Beb yo'q. Sumkadan 6 ta ultimate, 55 ta mifik bor ekan. Sumka emas. 5 ta bor shortiga. Qiziq emas. Qishda maqomada oyoq kiyim bitta ultimate. Oyoq kiyim bor ekan. Bu ham Bebga.
boshqalar qilamiz. Sumkani ko'rdik, brelok shart emas. Hop. Mashina va orujani videomizda 30 ta layk bo'lsa, keyingi video chiqaramiz. Shuning uchun layk bosib qo'yinglar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Bularni keyingi videolarga azob qilamiz. Hammaga xayr.